Sun'iy qavsda o'zi bir kunda necha pul topsa bo'ladi va bu yerda o'zi nima ishlar qilinadi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Ancha odam so'raganligi sababli biz Tuning House'dagi bir kunlik jarayonni ko'rsatamiz. O'zi Tuning House'da 6 tadan ko'p filial bor. Biz bo'lsa eng yangi ochilgan Chig'atoydagi yangi filialiga keldik. Tuning House'da o'zi diska sotadigan do'konlar, inomarkalarga zapchastlar, даже o'quvchilarni o'qitish uchun o'quv markazlari ham bor. Birinchi kiyimlarni almashtirib olib, keyin Dilshod aka bilan ish bo'yicha maslahatlashib, birinchi mashinani detallarini bo'yashdan boshladik. Oddiy karbonoviy ko'rinish berish uchun qanaqa ishlar qilish kerakligini o'rganib, даже karbonoviy elementlarni ham yasab ko'rdik. Undan tashqari chexol tikish deysizlarmi, salonni tozalashmi, bronli plyonka yopishtirishmi, laminatsiya qilishmi, undan tashqari motor ustini ham professional chistkalarni ham qildik. Videoni ko'rish jarayonida yana qayerlarda ishlab ko'rishimizni albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Orada polirovka ham qilib chiqdik, даже rulga chexollarni ham yopishtirib ko'rdik. Eng yoqqan ishlardan bittasi geliki detallarni Tiffany rangda bo'yab chiqqanimiz. Oxirida bo'lsa professional tonirovkani urish kerak edi. Ishqib tinmasdan bir kun ishladik. Shunaqa qiziq kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bo'lsa bir kun ishlab turib necha pul topganimizni ko'rishinglar mumkin.